Mana bugun ham qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z shiori ostida Oqdaryo tumanimizda ham yuqori kayfiyatda mana shunday go'zal bir bahorni chiroyli qarshi olish bilan tadbirimiz boshlandi. Ayniqsa mana shu qadimiy asor antiqalarimizni ota-bobolarimiz amal qilib kelgan yoki ota-bobolarimiz mana shu nimalardan foydalangan qadimiy ish qurollarimizni bugun biz yoshlarimizga sahna ko'rinishi orqali chiqarib berishga harakat qildik. Shu Navro'z bizlarda bahor, yangilanish, ochilish fasli, mana shu tabiat uyg'onadi. Umuman aholimizni kayfiyatiga, ko'tarinki kayfiyat ijobiy ta'sir qilgani bizni quvontiradi. Biz albatta yoshlar qadriyatlarimizga sodiq holda, qadriyatlarimizni unutmagan holatda biz ularni har hayotimizni jabhasida aks ettirib agar harakat qiladigan bo'lsak, bu millat ulug' bo'ladi. Mana shu Navro'z bayrami bilan barchani tabriklayman. Ilohim mana shunday tadbirlarimizni abadiylashtirishda, hayotda muvofiqlashtirishda yoshlarimizga kuch-quvvat tilab qolaman.